Assalomu alaykum hurmatli mijozlar, bizlarni podpishchilar, bizlarda kuzatib boruvchi aka, uka, opa, singillar. Mana qachon kapishonlik chaponlaringiz yana keladi deganlar, keldi, marhamat. Seri korичневый, birzovi ko'k rangchalardan kelgan kapishonlik chaponchalarimiz. Keyin mana buni qaranglar. Bu yangilikka qanday baho berasizlar? Qanday kutib olasizlar? Stoyka воротничка, kardigan, chaponcha. Nomer 1. Hozir zo'r, menga eng yoqqan joylari mana. Qarang, nimtacha, oldiga razrezchasi bor, kissachasi, ichlari polniy julnik, mag'zi paxta, usti velvet. Buni ko'ryapsizlarmi? Korичневый rang, hozircha 2 dona kelgan. Xudo xohlasa haftaning oxirigacha yana bir 10 ta 15 ta har xil rasvetkasidan keladi. Lekin mana bu yomon jinni chiqqan ekanda. Ajoyib chiqqan. Va orqalari marhamat, kimga kerak bo'lsa telefon nomer описаниеda bemalol kirib telefon qilib yoki telegramdan chiqib gapursalaring bo'ladi. Marhamat.